Bismillahirrahmanirrahim. Tövende okuyduğumuz münafıkların sıfatları. İmam İbn Qayyim el-Cevziyye rahmetullahi aleyhinin Medarisü's Salih Medaricü's Salihin namlı eserden bir bölüm. Sıfatul Münafikin. Feslun min kitab Medaricü's Salikin beyne menazili İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in lil İmam İbn Qayyim el-Cevziyye. Tercüme kılgıcı merhum Abdullah Rozi Damallah Khotani. Teşrif bekitkiçi niyet emkini. Neşir hukuki Müslümanlarımız. 2009 yılı. İslam House Doğru. Münafıkların sıfatları. Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Giriş söz. Barlıq güzel maktaşlar Allah'a xastır. Biz o Allah'ı medileyimiz. Onunla yardım, hidayet ve mağfiret dileyimiz. Nefsimizin ve amellerimizin şerrinden saklanış için Allah'tan panah dileyimiz. Allah kimni hidayet kılsa onu hiç kim azdıralmaydı. Kimni azdırsa onun doğru yolu başlaması olmaydı. Bir Allah'tan başka hak ilahının yokluğa, onun şeriksiz ikenligiga Muhammed aleyhisselamның onun bendisi ve elçisiga guvohlik beraman. Ey Allah, senden rastçıl iman, halis amel, seni zikir kıladigan tilaymiz. İki yüzlükning şerridan panoh tilaymiz. Maqsadga kelsak, ko'ryotimizki, munofiqdan iborat bu nejis illat insonlar jamiyatiga shu qadar keng tarqalganki, haq da'vatchilari bilan ular ko'zlagan g'oyalar o'tirida bu yomon illat to'salg'i bo'lib, haq tarafiga bo'lgan jiddiy harakatlarning kuch-quvvatlarini yo'qotib o'tmoqda. Top kişilerin cefalık mihnetlerini bekar kılıp başlamakta. Bu paskeni keselinin başkalarına yokuşu ve sanat girişinin birden-bir sebebi dünyavi menfaat, nefsani şehvet yoki öz xahişlariga ergishishdan iborat ekanligi nihoyat aniqdir. Haqiqatan bu kasal haq da'vatchilarining jasoratini ozlashtirib, g'ayratlarini bo'shashtirib qo'ygan, natijada haq da'vatchilari munofiqlar bilan chek chegara ayirmaydigan turli odam ozdiradigan behuda bema'ni gaplarni qilgan qolgan. Hakikatte münafıklar özlerinin münafıklık meydanını iman, vicdan, dostluk, muhabbet ve kılmıkıl yalgan yavdak bahanları bilen aklaştırışılan adamlardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir qancha ayetlerinde münafıkların qabih abdi beşirisini paş qilib, ularning münafıklıktan ibaret rezillikini aşkarlab fesva qilgan. Musulmonlarni ularning xavf-xatarlik balay afatlarga uchrab qolishini ogohlantirgan. Ana shu ayetlarni Dimashq katta alim İmam İbn Qayyim el-Cevziyye Münafıklar hakkındaki ushbu risolasida asos qilib foydalangandir. Bir qancha qatim nashr qilingan bu risolani takror nashr qilmoqchi bo'lishimga tuvandagi bir qancha ish bo'lgan. Birinchi, ustozim Abdulaziz bin Bazning taklifini ijro qilish. Ikkinchi, bu risolani hozirgi zamonimizda nihoyat ahamiyatli bo'lganligi. Uchinchi, musulmonlarning bugungi kundami ashu munofiqlarning baloyi ofat va ziyon-zahmatlariga uchrashdan xoli bo'lmaganligi. Dördüncü, Müslümanlarını münafıklarının xatarlik afetlerden ogohlantirish bilan birlikda haq yo'lda mangan barliq olimlarga qarata münafıklarning fursat topsa haqiqatparvar kishilarning do'stligidan foydalanib, oshkora va yoshirin holda ta'na qilish, tuhmat qilish, fitna fasod va ig'vo taqtish qatorliq razil qilmishlardan ogohlantirish. Bu risola Qur'on Karimning uslubiga muvofiq holda münafıklarning abdi beshirisini fosh qilib, ularning sirlarini oshkorlash jihatlarida Qur'on Karim oyatlaridan ilhom olgan bo'lib, aslida muallifning zo'r foyda bo'lgan Medarijus Salikin bayna manazil iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in degan kitobidagi bir bo'limdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining islom da'vati va jihatlarida munofiqlarning suiqasdlaridan ogohlantirgan. Munofiqlarning sifatlarini bir muncha narsalarda bayon qilib, mo'minlarni ulardan hazar qilish va ehtiyot qilishga chaqirgan. Shuning bilan munofiqlarning alomatlarini mo'minlarga ro'shan olib bayon qilgandir. Bu sebepten muallif bu risalasida Kur'an-ı Kerim ayetleriga yondashtirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning munofiqlar haqida kelgan hadislardan naql keltirgandir. Munofiqlarning eng muhim sifatlari bulardir. Birinchi, so'zlasa yolg'on so'zlash. Ikkinchi, moddiy va ma'naviy omonatga xiyonat qilish. Uchinchi, va'daga vafo qilmaslik. To'rtinchi, bir kishi bilan takallashib qolsa og'zini buzish. Bu risolaning muallifi İmam İbn Qayyim bilan ustozi Shayxul Islom Ibn Taymiyyaning barliq asarlari uzun tarixdan buyon İslam dünyasındaki keng o'qilma musulmonlarga manfaat bergandeklar, bu risolasini diyorimizdagi musulmon millatimizga foyda tegishini Janobi Allohdan tilayman. Alloh taolo hammamizni rostchil, ixlosmand, vafodor qilsin. Amin. 1395-hijriya Ramazon 1975-sentabr. Munofiqlarning sifatlari.
Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Risalenin müəllifi İmam İbn Qayyim'nin qısqası tərcüməli. Ataqlıq alim İmam İbn Qayyim'nin ismi nəsəbi Muhammed İbn Eyyub İbn Said İbn Əriz bulub, Diməşqnin Bəni Zur'a qabiləsinin. Künyeti Ebu Abdullah. Başqalar tərəfindən verilən namı Şəmsiddin, yəni dinin qoyaşı. Atası El-Cevziyyə mədrəsinin qurğucusu, vəqf qılğıçısı həm mütəvəllisi bolğaçqa İbn Qayyim El-Cevziyyə deb məşhur bolğandır. İmam İbn Qayyim Hicriyə 691-ci il Səfər ayının 7-ci günü Diməşq şəhəri dünyaya gələn olub, atası, qarindishi və ciyəni ilim mərifət bilan tanınanlardan idi. Bu kiçiklikdən tartiblar ilim təhsil qilish həm alimlərin sorularına qatnaşıb qiziqib, ilim mühitida yetilgan. Bu birər alimni ustaz tutuş bilan çəkinib qalmay, köp alimlərə şagird olub, ularning ilimlərini alğan. Heç bir vaqt ilimga qınıb to'xtab qolmagan. O Shihabuddin Nablisi, Abul Hajjaj Mizzi, Shihab Abid, Qadi Taqiyuddin Sulayman Hamzi, Abu Bakr ibn Abu Daim, Abu Nasr Shirazi, İsa Mut'im, Al-Majdil Harrazi, Fatima binti Cevher qatarlıq nurg'ulg'an ustozlardan ilim tahsil qilgan. Ammo u ilim tahsil qilgan olimlarning eng kattasi Shayxul Islom Ahmad ibn Taymiyya bo'lgan. Chunki u Ibn Taymiyyaga shogird bo'lib, ergashganicha ta hayotining oxiriga qadar undan ayrilmagan va uning izini besib tutgan yo'lida izchil davomlashtirgan. Oxirida Allohning muvaffaq qilishi bilan ilim maydonida tavranmas bir tog' bo'lib yetishgan. Qozi Yusuf mundaq deydi: "Ilim bir mashqqa o'xshash. Sen ilimga butun vujuding bilan berilmasang, u sana azroqni naf bermaydi." İmam İbn Qayyimning ilmiy talanti bir soha ilmiy ixtisos bilan cheklanib qolmagan. U saboqdoshi Zaynuddin ibn Rajab aytgandek, tafsir, hadis ilmida alohida yetishganidek, fiqh ilmidami mujtahid darajasiga yetgan. Shundaqla shar'iy ahkamlar, arab tili adabiyoti, mantiq, kalom, balog'at qatorliq ilmlarda to'liq yetishgan edi. Saboqdoshlaridan biri men ilm-fanda uningda yetishgan, taqvodor, Allohga haqiqiy qusul qiladigan birini ko'rmadim deydi. İmam İbn Kasir rahimehullah alayh İmam İbn Qayyim haqida mundaq deydi: "U kecha-kunduz namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish qatorliq ibodat bilan shug'ullanadi. Go'zal axloqliq, nihoyat xushxaq, hasaddan yiroq edi. Hech bir kishiga adovat qilmaydi. Bizning bugungi kunlarda uningdek ibodat qilgan birini ko'rib boqmadim. U namozning ruku sajdalarini uzun qiladi. Bomdod namozidan keyin kun chiqqan qadar o'rnidan turmay zikr tasbih o'qiydi va bu mening o'zuqim. Shunday qilmasam madorim qilmaydi" deydi. İbn Rajab mundaq deydi: "İbn Qayyim haqiqatan bir abid bo'lib, tahajjud oshiq edi. Namozni uzun o'qiydigan, tili davomli zikr tasbih bilan mashg'ul, tavbekor, davomli Allohdan duo talab qilib turadigan misoli yo'q kishi edi." İbn Rajab yana uni mundaq sifatlaydi: "Baloyi musibatlar bilan sinalgan raqiblarni azor yegan." İmam İbn Qayyim hayotida Al-Javziyya madrasasida imomatchilik, Sadriyya madrasasida mudarrislik va fatvo berish qatorliq ko'plagan mansab va xizmatlarda bo'lgan. Ba'zi qarashlari sababidan turmudim yoqqan. Hijriyaning 751-yili Rajab oyining 13-kuni vafot bo'lgan. Mərhum hayat vaqtida kitap yazıb qaldırışda alayet kuch chiqargan. Tövəndikləri onun ba'zi əsərləridir. Ravzatul Muhibbin, Zadul Ma'ad, Ahkamu Ahli Zimma, Hidayatul Ayara, Tuhfatul Mevdud, El-Cevabul Kafi, Fedai'u Fevaid, İ'lamul Muvaqqi'in, İğasatul Lahfan, Medarajus Salikin. Umuman qilib aytganda, İmam İbn Qayyim rahmetullahi alayhining dinov ko'rsatgan xizmatlari intayin cho'ngdir. İmamning yozib qoldirgan asarlari necha asrlardan buyon barliq musulmonlarga bilim bo'lib kelmoqda. Munofiqlarning sifatlari. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Oyatning tarjimasi: Ey mu'minlar, Allohga muvofiq ravishda taqvodorlik qilinglar, faqat musulmonlik holatinglar bilan la vafot bo'linglar. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Oyatning tarjimasi: Ey insonlar, sizlarni biz bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomni yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nom bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sizlar rahimni
yüzüp qo'yishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni kuzatib turuvchidir. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ey müminler, Allah'tan korkunlar, doğru sözünü kılınlar. Allah sizlerinin amellerini tuzaydı. Yani sizlerini yaxşı amellerine muvaffak kılıdı. Günahlarınızı mağfiret kılıdı. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine itaat kılsa, doğru muvaffak kılınan buldu. Maksat gelsek, münafıklık bir xil içki kasallik bulup, insanın iç-dışını toluq kaplap ketken bolsa-mı, kişi onu his qılanmaydı. Çünkü nifaq insanlarga ko'rinmaydigan yo'shirin bir illat bulup, ko'pincha nifaq kasaliga giriftar bo'lgan bemorlar o'zini islohotchi deb hisoblaydi. Halbuki ular buzg'unchilardir. Nifaq kasali cho'ng va kichik deb ikkiga ayriladi. Kichik nifaq bo'lsa qasddan bo'lmagan va odatga aylanib qolmagan, yolg'on aytish, va'da xiloflik qilish degandek ishlardan iboratdir. Bu xuddiki nifaq kasali tavba va istig'for bilan Allohning kechirim qilishini umid qilinadi. Ammo cho'ng nifaq bo'lsa do'zaxning eng ostida mangulik qilishga olib boradi. Bu musulmonlarga ko'rinishda Alloh va uning payg'ambarlariga, farishtalarga, kitoblariga iymon etgandek ko'rinib, әмнiyetте iman etmay uni inkar qilishdan iboratdir. Bundaq illat topilgan kishi Alloh taoloning ma'lum shaxslarga vahiy kitob tushirib, uni insonlarga payg'ambar qilib avatganligiga, u payg'ambarlarning Allohning buyrug'iga asosan insonlarni to'g'ri yo'lga boshlaydiganligiga, Allohning azobidan ogohlantirganligiga ishonmaydi. Münafıklar ve onların kılmışlardan Müslüman bendelerinin agah buluş için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de münafıkların abdü beşirisi ve içki sözlerini içip taşlayan ve dünyadaki müminler, kafirler ve münafıkların ibaret olan 3 yıl taifini Bekara suresinin başında bayan kılıp, müminler hakkında 4 ayet, kafirler hakkında 2 ayet, münafıklar hakkında olsa 13 ayet getirgen. Bundan buluşu onların sanının köplüğü, nifak kesilinin tartışıllığı, İslam'a ve Müslümanlara elip kızılan zihninin çoğunluk sebebidir. Çünkü ular ko'rinishda islomga mansub, islom tarafini yoqalaydigan, islomga yordam qilgan ko'ngini bilan, haqiqatda ular islomning dushmanidir. Fursat topsalar islomga zaharxandalik qiladi. Ko'rinishda ilm, ma'rifat va isloh qilish yo'lini yepinchoq qilgan bilan, amniyatda ular jaholat va buzg'unchilik omillaridir. Alloh bilan qasamki, munofiqlarning islom dinini qilgan ziyonkashliklari ozmi? Ularning zaharxandalik tufaylidan vayron bo'lgan islom qo'rg'onlari ozmi? Ular o'chirishga uringan ilm ma'rifat mash'allari g'uvolish tufaylidan musulmonlarning boshqa qanchalik ofatlar kelmagan? Bu munofiqlar qanchilgan islom simvolini yo'qotib, lapildayotgan nurg'un islom bayroqlarini sundirmagan, islomning yiltizini quritish uchun nomussizlarcha palto solmadimi? Islomning tüp-tüzük buloqlarini zaharlar bilan bulg'amadimi? Bu munofiqlarning sababidan islom va islom ellari oyoq uzilmagan falokat va ofatlarga mubtalo bo'ldi. Ularning musulmonlarga urgan zarbalari hech qachon to'xtab qolmadi. Shundoq turib ulardagi o'zlarini islohotchi, tuzguvchi deb atashadi. Alloh Qur'on Karimda bundoq deydi: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir, lekin buni o'zlari tuymaydi. Alloh yana bundoq deydi: Yuriduna li yutfi'u nurallohi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ular Allah'ın nurunu, Allah'ın dinini ve nurluk şeriatini eğizleri bilen öçürtmekçi buludu. Kafirler yaman görgen takdirdi mi, Allah özünün nurunu mükemmel kılgıçıdır. Yani özünün dinini aşkarlıqçıdır. Yani münafıklar özlerinin türlü fitne egva, buzgunçılık kılmışları arkalı İslam dinini yokatmakçı bolsun mu, Allah Teala onların iradesini eksikçe İslam dinini çokum kamalığa etkilmeye koymaydı. Münafıklar Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetinden yüz öğrenişke ittifaklaşkan. Bunlar vahidin ibaret doğru yolga erişip hidayet etsin halamaydı. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Bunlar nurgun firqalarga bölündü. Her firqa öz dini bilen hoşaldır. يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Ular aldaş için şiirin sözleri bilen birbiriga vesvese kılıdı. Ular daim faydasız işler bilen meşgul bulup, tekebbürlerce yaşaydı ve hiç ergeçmişlerini mazak kılıdı. Bu vakti Allah Teala mundaq deydi: Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Mesxir kılalıklar için Allah ularını jazalaydı. Ularını gümrahlıklarda koyup durdu ki, ular tığırqan aldı yürüşüdü.
Ular xuddi zulmatlik ichida kasod tijorat uchun chiqib, shak shubha kiyimsiga minib, xiyol to'lqinlarda uzayotgan paytda qattiq bo'ron chiqib ketib, kiyimini o'rib halok bo'lgan kishilardir. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Yani şular hidayetini verip gümrahlıkını aldı. Şunu soğudusu payda keltirmedi. Ular hidayet tapışı bulmadı. Bu şunun üçünki ular Kur'an'da yüzü örgenlerdir. Allah Teala mındaktaydı. Ve qâler Rasûlü ya Rabbi inne kavmi ittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Peygamber aytdi: "Ey Perverdigarım, şüphesiz mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi." Demak, munofiqlar intayin razil va pastkash nimalardir. Ularning dillaridan iymon degan narsadan hech qanday asar qolmagan bo'lg'achqa, ular iymonni tanıy olmas bo'lib qolgandir. İman maktablari ularning vujudida xarob bo'lgan bo'lib, ular iymon maktablarini gullantirishni bilishmaydi. Iymonning parlaq yulduzlari ularning qalblaridan o'chib bo'lg'achqa, ular o'z yulduzlarini qayta yoritolmaydi. İmanның quyoshi ularning zulmatli fikr va xohishlarga cho'llanganini pishib ketgan bo'lg'achqa, ular uni ko'rolmas bo'lib qolgandir. Munofiqlar Alloh taolo payg'ambari orqali ibergan to'g'ri yo'ldan iborat bu haqiqatni qabul qilmagan, uni mansitmay parvo qilmagan, Allohning belgilab bergan to'g'ri yo'lidan yuz o'rib, o'zlarining botil havoyavaslariga ergashishdan iborat bu ig'ir qilmishlarga sal qaragan. Ulug' vahiyning haqiqiy mazmunini bekor qilib, uningga amal qilishga to'sqinlik qilish uchun turli botil ta'billarni o'ydirib chiqib, vahiyga hujum qilib turgan. Ularning vahiy hujjatlariga qilgan yoshirin hujum, suiqasdlari har doim davom qilib kelmoqda. Vahiy hidoyati ularga nisbatan xuddi aziz mehmonning intayin past, noahli bir tushkuniga o'xshaydi. Munofiqlar bu aziz mehmonni o'z loyiqida izzatlab kutolmasdan, aksiya chiroyini turib, urib-tepib qo'llab chiqarib o'rnagan. Hattoki boshqalarning uni kutib olishig'a chidamay, zaharxandalik qilgan o'tib yo'l bermagan. Munofiqlar Qur'on hadisini rad qilish uchun xilma-xil tayyorliklarni qilib, har xil qoidalarni paydo qilgan. Qur'on hadis qachoniki ularning oldiga kelsa, bilarmanlik qilishganicha bizlarning zohir lafzlar bilan nimkorimiz, zohir ibora degan shaxsiy imonga dalolat qilmaydi. Bizlarga pochta emas, ichki ma'nolari, mig'iz kerak deb so'rashgan. Avomlar bo'lsa, bizlarga keyingilarning qo'yib kifoya qiladi. Ular ilgirkilardan olimroq, dalil isbotlash jihati ilgirkilarning kuchliroq ham o'tkirroq deb gejlik qilishgan. Ilgirkilar tuz, sodda shundoqla ko'ngli sog'lom edi. Quruq nazariya qoida-qoidalarni yeklab büyütib o'tirishga vaqtini chiqarib yurmay, butun himmatini islom buyurganini bijondil ijro qilish, cheklaganni qilmaslik qaratgan edi. Shunga keyingilarning tutqa yo'li ilmiy nazariya jihatdan puxtaroq, ilgirkilarning yo'li bo'lsa ilmiy nazariya jihatdan tuvan ko'rinsa, lekin bexatarroqdir. Shunda qilib ular Qur'on hadis ko'rsatmalarini ba'ayni hozir zamondagi ismi tangi tillarga urilgan, mundarlarda xutbada tilg'anib yuksak ovozlar bilan to'g'rilanmagan, lekin amaliyotda hukm ijro qilinmaydigan ba'zi qo'rchoq xalifalardek ig'ir ahvolga tushirib qo'ygan. Munofiqlarning dillari azg'on, zalolat, saxarxandlik va kufr ahlining dillaridek turuqliq, tusti beshiga ahli iymon tonlarini kiyib olgandir. Shunga ularning sirtqi ko'rinishi go'yo ansordordek, ichki dunyosi bo'lsa kofirlar sifatida yaralgan. Tillari do'stona, dillari bo'lsa urush oldiga dushmanning dilidir. Munofiqlar ig'izlarida bir Allohga va oxiratga iymon etdik deydi. Amaliyotda ular mu'minlardan emas. Allah Teala mundoq deydi: "Ve minen nasi men yaqulu amanna billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bimu'minin." Kişiler arasında Allah'a ve ahiret gününe işendik kişiler var. Hakikaten ular işenmeydi. Yani ağzıda işendik degeni bilen ko'nglida işenmeydi. Munofiqlarning dasmaylari aldamchilik bilan hiyla-mikr, bozorga solgan mol-tovarlar bo'lsa, yolg'onchilik bilan xiyonatdan iboratdir. Munofiqlarning hayot yashash falsafasi shuki, har ikki tarafni rozi qilib, ularning o'rtasida ba'zir yashashdan iboratdir. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: "Yukhadi'una Alloha vallazina amanu va ma yakhda'una illa anfusahum va ma yash'urun." Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatan ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarini shak-shubha, nafs yomonlik shahvatlari chirmagan, yomon niyat va razil g'arazlar irodasining ustidan kelib, dillarini xonavayron qilib etgan. Natijada ularga xastalik, halokat kirdovi berib qilib, ustoz doktorlarni davolay olmaydigan holga tushgan. Alloh taolo bunday deydi: "Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada va lahum azabun alimun bima kanu yakzibun." Ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor.
Allah ularning kesilini kuchaytirib etdi. Yalğan sözlügerlikleri, yani yalğandan imanı da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxur qilganliklari uchun ular qattiq azob bo'lishar bo'ladi. Bularning shak shubha tirnoqlari qandoq bir kishiga sanjiladi ekan, u kishining iymonini titma-titma qilib o'tadi. Ularning fitna fasotlarining usqunlari qandoq bir kishining qalbiga shichiraydi ekan, u kishini jahannamning o'tidagi tashlab o'tadi. Ularning ig'vo azrishlari qandoq bir kishining qulog'iga yetadi ekan, uning dilini iymondan to'sib oladi. Demak, ularning ziminda qiladigan buzg'unchiliklari intayin zo'r va ko'p turuqliq. Nurg'un kishilar ularning bu qilmishlaridan bexabar g'aflatda turayotgandir. Bu haqda Alloh taolo mundoq deydi: "Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun." Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qiluvchilarimiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir, lekin buni o'zi tuymaydi. Qur'on Karim va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga mahkam eslaganlar munofiqlarning nazarida yiroqni ko'rolmaydigan aqli sho'lta, kaltupan kishilar hisoblanadi. Ular Qur'on bilan hadisni tutib manganlar xuddi kitoblarni ustiga yig'ilgan eshakka o'xshash, butun tushundiganni Qur'on bilan hadisni ko'tarib mangishdan iborat deb qarab oladi. Shuning ularning oldida Qur'on bilan hadisdan iborat vahiyni sarmoya qilgan tijoratchining bozori kasatdir. Ular undaq malni olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashishchilar ularning nazarida dört kalvalardir. Bundaqlar ularning so'rovlari qadam besib qolsa, munofiqlar shuni his qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: "Va iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Ularga, yani munofiqlarga iymon etgan kishilardek, yani sahobalardek chin ko'ngillar bilan iymon etinglar deyilsa, biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshash iymon etamiz deydi. Bilinglarki, ularning o'zlari ahmoqlar, lekin buni ular tuymaydi. Ularning har birining ikki yuzi bo'ladi. Bir yuzi mo'minlar bilan ko'rishadi, yana bir yuzi bilan xudosiz qarindoshlarning qishig'i boradi. Har birining ikki tili bo'ladi. Bir tilining tashqi ifodasiga qarab, musulmonlar uni musulmonkan deb qaraydi. deb qator qo'shadi. Yana bir tilda bo'lsa, dildagi maxfiy sin ifodalaydi. Bu haqda Alloh taolo mundoq deydi: "Va iza laqul ladina amanu qalu amanna va iza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Ular müminler bilan uchrashganda biz iymon etdik deyishdi. Shayatinlari, ya'ni munofiq kattabashlar bilan yolg'iz hayot tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan bilamiz. Faqat tilimizning qushida iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxur qilamiz deydi. Bu munofiqlar Qur'on va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatini tutmaganlarni ko'zga ilmay, Qur'on bilan sunnatning yuzi o'rgan, o'zlariga ko'p bilgansin foydasi yo'q, quruq bilimni yo'g'on bilib, takabburlik va haramzadlik qilib, Qur'on bilan sunnatga bo'y egmagan. Shunga biz doim ularning Qur'on bilan sunnatni tutmaganlarni masxur qilishganligini ko'rib turamiz. Bu haqda Alloh taolo mundoq deydi: "Allohu yastahzi'u bihim va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun." Masxur qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarga qo'yib beradiki, ular tengqur'onda yurishadi. Munofiqlar misoli shuki, ular zulmat qorong'ulik dengizlarda kasod tijoratni qilamiz deb chiqqan kishilar bo'lib, ular shak-shubha kiyimlarga o'tirgan. Kiyimlar ularni xiyol to'lqinlarda elib ketayotganda, to'satdan kiyimlarini boraliq bilan o'rib, ularni halok bo'lganlar qatoriga tashlayotgandir. Bu haqda Alloh taolo mundoq deydi: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ana shular hidoyatni berib gumrohlikni oldi. Shunga savolsi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Iymon nuri ularga atrofni yoritib berganda, uning yorug'ligida to'g'ri yo'l bilan gumrohlikning joyini aniq ko'rib olgan. Keyin iymon nuri o'chib qolib, lavlab yenib qo'yayotgan o't qolgan. Munofiqlar ana shu o't bilan azoblanmoqdadir. Ana shu qorong'ulikda tangqab qolmoqdadir. Alloh taolo munofiqlar haqida yana mundoq degan: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ular go'yo kechida isinish va yo'riqlik olish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yoritganda, Alloh ularning o'tining yo'riqini o'chirib o'tdi. Ularni atrofdagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Dillarining quloqlari parlangan bo'lg'achqa, iymon chaqiriqini anglamas bo'lib qolgan. Dillarining ko'zlarini amal quvvat qoplab ketgan bo'lg'achqa, Qur'onning haqiqatlarini ko'rmas bo'lib qolgan. Dillari haqqa zuvan sürmas bo'lib kachilashganlardir. Bu haqda Alloh taolo mundoq deydi:
Summun bukmun umyun fehum la yerci'un. Ular gastur. Yani gas anlamagandek yaxshilikni anlamaydi. Gachidur. Yani gach so'zlayotgandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir. Yani ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Ular gumrohlikdan qaytmaydi. Ularning ustiga dillar va ruhlarni yashartirgan vahiy yomg'ir yoqqan bo'lsa-mu, uningdan faqatla tahdid bilan attigini axsham o'rindaydigan vazifalarning guldirmamalarini anglab tarmoqlarni quloqlarga qo'yib, kiyimlarini beshga yo'g'ib olganicha badarqa chiqqan, orqasidan iz qo'lab kelib vaqirib chaqirgan, ondan butun xaloyiqning oldida ularning ismlari chaqirilib, haqiqiy hol ahvoli oqqarini atkichilar eshitib tashlangan. Ularga munofiqlar orasidagi basmunalarchilar guruhi bilan taqlidchilar guruhidan iborat ikki guruhning ahvoli bundoq misol qilib berilgan. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Yoki ular zulmatlik, guldirmamalik va chaqmoq qattiq yomg'irda qolgan, go'yo chaqmoq o'tib o'lib ketishdan qo'rqib, quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Alloh kofirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turuvchidir. Ularning dillarining ko'zlari vahiy yomg'irdagi nuroniy chaqmoqlarni, ma'naviy ruhlarni ko'rolmay, quloqlari vahiyning savob va jazo va'dasini, buyruq va cheklovlarni eshitolmay qolib, ozg'unlik vosita ya qo'rquv bilan angandan foydalanmay, ya ko'rib turgan yo'lni tepmay, hayron asib turib qolganlardir. Alloh taolo mundaq deydi: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolgan tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mengoladi. Qorong'ulik qaplagan turib qoladi. Allah xolisida ularni anglash va ko'rish qudretidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan har narsa qodirdir. Ularning Qur'on va hadislarda bayon qilingan alomatlar bor bo'lib, bu alomatlar iymon basirati bilan mulohiza qiluvchilarga ochiq ko'rinib turadi. Alloh bilan qasamki, ularni riyoxo'rlik harakatlantirgan bo'lib, bu insonga turtki bo'lgan eng qaviy illatdir. Yana ular Rahman bo'lgan Janobi Allohning amr farmonlarini qilishdan g'ururlik qilib, o'ltirib olgan bo'lg'achqa ixlos bilan ish qilish ularga og'ir kelgan. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Innal munafiqina yuhadduna Alloh va huwa khati'uhum va idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa va la yazkuruna Alloha illa qalila. Şübhəsizki, munafiqlar Allah'ın aldamoqchi bo'lishidi. Allah ularni aldamchilig'iga yarasha jazo beradi. Ular namoz uchun turganda qo'shiqmaslik bilan turadi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilar ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat azg'in yataydi. Munofiq degan xuddi ikki qo'chqonning o'ttirida qatnab, uningga bir ma'rab qo'yib, buningga bir ma'rab qo'ydigan, ya uningga ya buning bilan muqim turmaydigan sog'liq o'xshash bo'lib, qaysi taraf kuchli kemirmak sabab bo'lsa, shuni qarab kuchlidir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Muzabzibina bayna zalika la ilaha ulai va la ilaha ulai va man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Munofiqlar kufri bilan iymon orasida arsalda bo'lib turadi. Na ularga, na bularga mansub emas. Ya'ni mo'minlarga kofirlarga mansub emas. Kimni Alloh gumroh qilgan ekan, uningga hargizmi to'g'ri yo'lda bo'lmaysan. Munofiqlar mo'minlarning har vaqt musibat va balo-ofatlarga duchor bo'lib turishini kutadi. Alloh tarafdan mo'minlarga biror g'alaba nusrat kelib qolsa, darhol biz sizlar bilan bil emasmindoq deb qasam qilib, o'lja va g'animatlarga ko'z qilartib, tang sherik bo'lishini umid qildi. Agar kofirlarning ishi azroq o'ng kelib qolsa, darhol ular taraf o'tib, voy biz bilan mo'minlardan qo'dab qolmadikmi? Voy biz sizlarni mo'minlardan qo'dab qolmadikmi? Sizlar bilan aramizda qarindoshlik to'xtam bor. Biz yaqin tuqqanlardan-ku degandek so'zlarni qilib, o'zini yaxshi ko'rsatib, xushomat qilib ularni aldaydi. Munofiqlarning bu xil sifatlarini Alloh taolo buni so'zdan bila olamiz. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا
ألم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Ular, yani münafıklar sizlerge aziz kilişini kütüdür. Eğer sizler Allah'ın nusratiga erişsanglar, ular biz siz bilan birga emasmidik? Kafirlarni algan ganimetlerden bizgin biringlar deydi. Eğer kafirlar zafer tapsa, ular kafirlarga biz sizlerden galip bulup durup sizlerni öldürmedik emasmi? Sizlerni müminlerden saklamadikmi deydi. Allah kıyamet günü aranglarda haqqani hüküm çıkardı. Allah kafirlarga hergizmi müminlerge karşı yol vermeydi. Münafıklar şehrin şeker sözlük bulup, anlıqçılarını hayran kaldırdı. Allah'ın guah kılıp durup yalgan sözleydi. Hakkın sözleşti yeti oladı. Batılını anlaşım sözleşti yürüp anladı. Bu vakta Allah Teala mundaktaydı. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kişiler arasında şundak adam var ki, onun dünya terkçilik doğrusu ki sizi seni kıldırdı. Lekin o yalğançı münafıktır. O dildeki nersige yani dile başka tili başka emas ki Allah'ın vakılıdır. Halbuki o sana ve sana geçişlerge eşeddi düşmandır. Görünüşte o şiirin söz arkalık dildar kıyafet kirip aladı. Münafıklar özünün leşkerlerini cemiyette ve insanlar aslı fasatçılık, buzgunçılık kılışık buyuruyordu. İnsanlar ve cemiyetinin güllenişine münasebet herkandak yakışlarını tutuyordu. Bazıları müminler tipik kirvelip namaz okup, zikirli tasbih eğitip, takvadar, zahid görünüşke görünüyordu. Müminler topudan ayrılgan ama yeryüzünde buzgunçılık kılışık çalıştı. Hatta onların şerrinden ne adamzat, ne hayvan, deldere, ziraat, işkandak bir narsa saklanmaydı. وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. O huzurundan qaytqandan keyin zimində buzğunçılıq qilish üçün ziraat və hayvanlarını halak qilish üçün tirişidir. Bunun buzğunçılığı əməldə insanlarını halak qilish üçündür. Çünki ziraatlarsiz və hayvanatlarsiz insanların yaşayışı mümkün emas. Allah buzğunçılıqni yoqtirmaydi. Münafıqlar xuddi cindek əmisi bir-biriga o'xshab ketadi. Ya yamanlıqni özü qılıp turib başqalarına yamanlık buyuruydu, yaxşılıqni özü qılmay başqalarına yaxşılıqni tutudu. Allah yolunda Allah razılıq üçün xeyir ihsan qılmay, bexillik qılıdı. Allah onlarga öz fəzlini və nimetlerini şunca əsərkən bolsunmu, ular Allah'ın əsərişdən boyun örüp unutqan, Allah mümin bəndələrə alayid dəqiq qılsın üçün, ularının həbdi bəşirisini köp qətim eşib bergen. Mana bunu anlap baxınlar, ey müminlər. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المنكر ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Münafık erler bilen münafık aylar, münafıklıkta ve imandan yirak buluşta bir-birine okşaydı. Ular yamanlıkta buyuruydu, yaxşılıkını tutudu. Ular kollarını yumumalıdı. Yani bexillik qilib sadiqa bermaydi. Ular Allah'ın unutdu, yani Allah'ın taatini terk etti. Allah'ım onlarını unutdu, yani Allah onlarını özlerinden fazladan ve rahmetinden mahrum kıldı. Şüphesiz ki münafıklar fasıklardır. Münafıkların iniq vahiy ve Allah'ın kitabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri bilen hüküm kılışıp çağırsanız, ular derhal onunda yüz veriyordu. Ularının hakiki ahvalı qaraydigan bolsanız, hidayet bilen onlarının otursa nahayet çoğun arlıq barlıqını görürsünüz. Allah Teala mındaktaydı. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Bunlar yani münafıklarga Allah nazil kılgan kitap tarafga ve peygamber tarafga kelinglar deyilse, münafıklarning senden qattiq o'zgarganligini ko'rasan. Ularning ahvoli ana shundoq yomon tursa, aql idrak va din diyonatdan ayrilgan tursa, gumrohlik kuchumib iymonini kufrlik setayotgan tursa, ularga qandoqmi hidoyat va baxsaat kelsin? Ular qandoqmi azg'unlik va halokatdan qutulsin? Ular jannatda shirin sharbatlarga do'zax o'tini tegishgan bo'lg'achqa, ularning kasad tijorati nimga ziyonliqa? Alloh taolo mundoq deydi: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
qilmishlari tufaylidan o'z boshiga biror musibat kelgan chog'da sening oldingga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deganlarni hali qandoq bo'ladi? Ularning dillariga Allohga shak qilishdan iborat saqqa mevlar turib qolgan bo'lg'achqa ular shak shubhalarni yutib Alloh taolo bunday deydi: "Ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum va qul lahum fi anfusihim qawlan baligha." Ana shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Alloh ularning dillardagini, ya'ni munofiqlikni, mekrni biladi. Ularning yuzi o'rgin, ularga nasihat qilgan, ularga ta'sirli so'zlarni qilgan. Munofiq badbaxtlar qurib ketgan ilohim. Ular iymondan nima degan yiroqqa, ularning o'zlarini ilm irfon tadqiqot davlashi nima degan cho'ng yolg'on-a? Chunki bu nimalar nima ko'yda, payg'ambarlar yo'lini tutmayotganlar nima ko'yda. Alloh taolo o'zining kitobi Qur'on Karimda o'zining muqaddas ulug'ligi bilan qasam qilganki, bu qasamning mazmunini aql egalari bilgachga, ularning dillari Allohni ulug'larlikdan davomliq ehtiyot qilib, nazar aylab turdi. Alloh taolo mu'min bandalarni ashu munofiq badbaxtlarning ahvolidan ogohlantirib, bunday deydi: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yabkhilun ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Ey Muhammad, Parvardigoring bilan qasamki, ular ya'ni munofiqlar o'z orasidagi dardlashqa seni hukm chiqarish taklif qilmoqcha, ondan sening chiqargan hukmingga ularning dildagi qil sug'um bo'lsin yo'qolmoqcha va ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etish bo'lmaydi. Munofiqlar norozilikqa uchragan ahvolda darhol qasam qilg'ili turadi. Chunki ahli iymonning ko'ngillari ularga xotirjam bo'la olmaydiganligini ular obdan bilgachga qasam qilib va o'zlarini aqlmoqchi bo'lishadi. Odatda chatoq ish qilganlarmi yolg'onni aytib orqadan o'zlarini rostlik ko'rsatish uchun qasam qilishga boshlaydi. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: "Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun." Ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib oldi. Kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning dinidan to'sdi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Munofiq badbaxtlar qurib ketgan ilohim. Ular mu'minlar karvoni bilan cho'l-bayovonlarga safarga chiqib, yo'lning uzun ham jafoliq kelishini ko'rib, ortga yonib qaytib ketib, o'z diyorlarida rohat-farog'at va yaxshi turmush yashashni o'ylashgan. Biroq ular o'ylagan, orzu qilgan huzur alovatning kayfini surib bo'lguncha, kelgilib kelib dasturxonning qo'rsoqlar ochilib turib ketishgan. Endi bularning holi Alloh taolo bilan uchrashgan qandoq bo'lar? Ular haqni tonigandan keyin tinib turib olgan, haqni o'z ko'zlari bilan ko'rib bo'lib ko'rmas bo'lib olgan. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Bu şunun uchundirki, ular ig'izlarda ishinib, ondan dillarida inkor qildi. Ularning dillari pechatlendi, ya'ni dillariga hidoyat yetib bora olmaydi. Ular iymonni tushunmaydi. Munofiqlar badan qurilish salohiyati eng kelishgan, tili eng fasohatlik, yilgarlikda eng uchuv chiqqan, yuragi eng qo'rqinchoq kishilardir. Ular xuddi yildizidan qumirlab yo'lovchilarning dastlab solmaslik uchun tong yo'lab qo'ygan qurib ketgan mevsiz yog'ochga o'xshaydi. Alloh taolo bunday deydi: "Va iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum va in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhim humul aduwwun fahzarhum qatalahumulloh anna yufakun." Ularga qaraydigan bo'lsang, badan qurilishi salobetlikni hayron qoldiradi. Agar ular so'zlasa, so'zining fasohatligidan so'ziga quloq solasan, ilmsiz, aqlsiz, farosatsizlikda go'yo ular tong yo'lab qo'yilgan chirib qolgan yog'ochlardir. Ular qo'rqinchdan har qanday ovozni o'zlari qotilganini gumon qiladi. Ular sana va mu'minlarning dushmandir. Ularni azar ayligin. Alloh ularni halok qilsin. Ular qandoqmi hidoyatdan gunohga bo'rilib ketadi? Munofiqlar namozlarini avvalgi vaqtlarda o'qimay, namoz vaqti chiqib ketay deganda o'qiydi. Bomdodni kun chiqayotganda, asrni kun petayotganda o'qiydi. To'xa cho'qilgandek cho'qilab o'qiydi. Chunki ularning namozlari dillar xushuida turadigan namoz bo'lmasdan, balki badan chiniqtiradigan namozdir. O'zining qo'g'landa ham tutilish oldida turganligini bilib ketgachga, tulki u yoq-bu yoqqa qaragandek, u yoq-bu yoqqa qarab o'qiydi.
Ular jamoat bilan namoz o'qimay, o'qigan taqdirda ya uyda ya do'konda o'qiydi. Jidallashib qolsa darhol og'zini buzadi. Qilgan to'xtamlarga amal qilmaydi. Yolg'on so'zlaydi. Va'dasiz turmaydi. Ishonch qilib omonat qo'ysa xiyonat qiladi. Ma'lar ularning xaloyiq qilgan muomalasidir. Yuqorida bayon qilganimiz ularning xoliq qilgan muomalasi edi. Ularning ahvolini Alloh taolodan obdaroq bilgan yo'qdir. Ularning sifatlarini Munofiqun surasining 5-dan Tariq surasining oxirigacha bo'lgan oyatlardan bilib olinglar. Alloh taolo yana bunday deydi: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ey payg'ambar, kofirlarga, munofiqlarga qarshi jihad qilgan, ularga qarshi g'azab qilish va qo'rqinch selish bilan qattiq muomala qilgan. Ularning joyi jahannam. U nimaga yomon joy? Munofiq badbaxtlar osonlik turuqliq qandoqlik ko'p bo'lib qolganda, tor turuqliq qandoqlik zo'mgar bo'lib ketgandi. O'zlarini bilarman chaqlaydigan turuqliq qandoqlik ko'ngli qaran nadam bo'lib qolganda, ularning mag'rurlanishiga nimsab bo'lganda, aslida ular Allohning kattaligini va ulug'ligini bilishmaydi. ويحلفون بالله إنهم لمعنعكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Ular biz çoxum sizler yani sizlerge o'xshash musulmonlardan deb Allah bilan qasam ichidi. Ular sizlardan emas, lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, og'zida musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. Agar mu'minlarga xotirjamlik, qalba va kuchlilik nisbat bo'lsa, munofiq badbaxtlar beorom bo'lib g'amga cho'kadi. Mu'minlarning beshig gunohlarini tozaydigan ba'zi bir sinoq va ig'ir kunlar kelib qolgan bo'lsa, buningdan munofiq badbaxtlar baxushal bo'lib ketadi. Mana bu ular bilan boshqalarning an'anaviy mirosidir. Albatta Allohning payg'ambaridan miros oladiganlar bilan munofiq badbaxtlar miros olganlar hargizmi barobar bo'lmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Eğer sen birer yaxşılıkka erişsen, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar sen birer musibat kelsa, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib xushal qaytishdi. Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsa yetadi. U bizning madadkorimizdir. Mu'minlar Allohga tavakkal qilsin. Ya'ni hamma ishini Allohga topshirsin. Undan boshqa hech ahadga yo'lanmasin. Haqiqat degan kalafay so'zlaydigan azg'urlarning haromzodligidan rad qilinib ketmaydi. Alloh taolo o'xshash bo'lmagan yuqoridagi ikki xil kishilar haqida to'xtalib bunday deydi: In tamsaskum hasanatun tasuhum va in tusibhum sittatun yafrahuna biha va in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydahum shay'an innalloha bima ya'maluna muhit. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq bilan yaxshilik kelsa, ular bundan qayg'urdi. Agar sizlarga ig'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq bilan yomonlik kelsa, ular bundan xushal bo'ladi. Agar sizlar ularning aziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatlarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hiylasi sizlarga qilishdan yetilmaydi. Alloh ularning qilmishini haqiqatan to'liq bilguchidir. Munofiq badbaxtlarning dillari buzuq bo'lg'achqa, Alloh ularning toat ibodatlarini yoqtirmay, ularga toat ibodatni ig'ir qildirgan. Ular Allohning dushmaniga moyil bo'lg'achqa, ularning yaqin turishini yomon ko'rib, ularni o'z huzuridan quvib chiqargan, qo'llab vayron qilib etgan. Ular Allohning chaqiriqdan yuz o'rgan bo'lg'achqa, Allohning ularni yuz o'rib, ularni baxt saodatga erishtirmay, badbaxtlardan qilib etgan. Ularga eng adil hukm qilgan bo'lib, bu hukmdan keyin ular tövbe qilmagan. Ahvolda qutulishdan umid yo'qdir. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتْنَاهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Agar ularning jihadga chiqish niyati bo'lsa, albatta uning tayyorlab qiladi. Lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga o'g'irlikni silib, ularning irodasini so'ndirdi. Ularga uylarda qilib qoluvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. Ondan Alloh taolo ularning dillariga o'g'irlikni silib, orqada qoldirish, uylarda o'tirg'izib qo'yish, o'z darvozasidan haydash qatorliqlarning hikmatini bayon qilgan. Buningdan hikmat Allohning do'stlari bo'lgan mu'minlarni xush va baxtiyor qilishdan iboratdir.
Allah Teala mınaqdaydı. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ففيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Eğer ular sizlerden birlik çıkan bolsa, aranglarda fakat fitne fasatını köpeytetdi. Aranglarga bölgünçilik silish için çokum sıkınçılık bilen şoğlanatdı. Aranglarda ular tığlaydiganlar var. Allah zalimlarını yani münafıkların işleshini obdan bilgüçüdür. Münafıklarga ayet edisке amal qilish pek ig'ir kelgan bo'lg'achqa, ayet edisке o'ch bo'lib qolgan. Ayet edisini ko'tarib menib bo'lolmay, yerib qilib kuchidan cho'rib o'tgan sunnatlarni tutib menib bo'lolmay, oxir uning bilan kori bo'lmagan. Ayet edis ularga ayibini ko'rsatganda, uni rad qilish uchun o'zlari ba'zi bir qonuniyatlarni paydo qilib olib, uning bilan ayet edislarga taqobil turmoqchi bo'lgan. Alloh taolo ularning abdi bashirisini echib tashlab, sirlarini fosh qilib o'tgan. Mo'min bandalarga ularning ahvolini misollari bilan bayon qilgan. Bilginki, ulardan bir guruh yo'qolishqa, o'rniga shunga o'xshash yana bir guruh istaydi. Shunga Alloh taolo o'z do'stlari bo'lgan mo'minlarga ulardan ag'ib bo'lish uchun ularning sifat alomatlarini aniq bayon qilib berib, bunday degan. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Bu şunun uchundirki, ular Alloh nozil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. Ayet edislerini ig'ir görüp, özlerinin havayevet, bid'at, batıl kılıklarını amalga oshirishga, ayet edislerini tusallık kılıp qarag'anlarning hali ana shundaqdir. Ayet edisler ularning oldida qator tizilgan imoratlarda tursa, uni quruq batıl gap so'zlarga setib, o'rniga marjonlarni tegishgan. Natijada Alloh ularning yoshirin va oshkor qilgan butun planlarini bekor qilib o'tgan. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Bu yani şeytanın onlarını azdırışı şunun üçündür ki ular Allah nazil qilgan narsani yomon ko'rgan kafirlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Alloh ularning sirlarini biladi. Azab farishtalari ularning yuzlariga va orqalariga urgan holda ularning jonlarini elayotganda ularning holi qanday bo'ladi? Bu azab shuning uchundirki ular Allohning darg'azab qilgan narsalarga ergashdi. Allohning rozisini, ya'ni Allohning rozi qilgan ishlarni yoqtirmadi. Şunun bilen Allah onların amellerini bekar qilib etdi. Münafık bedbaxtlar özlerinin münafıqlığını yoşursunmu, Allah onu onların yüz gözleri hem tül sevmediklerinde aşkarlap koygan. Dilleri roşen, imanı kamil Müslümanlar aldıda yuşunub olmaydigan qilib, ularning chekisiga tamg'ularni urib etgan. Ular imanni ko'rsatib, kufrni yashirsak, rast bilan saqsızlığını ayırgan İslamlarni yo'ldan o'tib ketidi deb o'ylab qolgan. Hech qandaqmi ular o'ylagandek bo'lsin, rast bilan saqsini ayirg'uchi Alloh sizlarga ularning saqsizligini eshitib bergan bo'lsa. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأرضيناكم فليرفعتم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. Dillarda kesel barlar, yani münafıklar Allah özlerinin İslam'a bolgan düşmanligini aşkarlamaydı deb o'ylamdi. Eğer biz xalasak ularni çoxum sana bildiratdik, çoxum ularning simasini tanitdik. Sen elbette sözünün uslubidan ularni taniysan. Allah sizlarning amallaringizni bilib turadi. Uçurshish günüde toplanıp Allah Teala bütün bendeler tecelli qilib, kişiler qiyinlashib, münafıklar Allah'a secde qilishga chaqirilib, secde qilmasa, bu münafıklarning hali qanday bo'lib ketar? خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Ular qorqinchdan tikilib qaramaydi. Ularga xorliq yuzlanadi. Ular dunyoda sog'lom chaqlirdimi? Secdega da'vat qilingan edi. Ular secdadan boshlatdi. Ular jahannamning qildan inchga, qilishdan ittik filsirat ko'rkiga to'plangan chog'da ularning ahvoli qanday bo'lar? Filsirat ko'rki patqoq tayilgan qorong'u bo'lib, qadam bosadigan joyini ko'radigan nur bo'lmasa, hech kim uni besib o'tolmaydi.
Şu çağda kişilerge tez yoki asli o'tadigan o'xshash bo'lgan darajada nur taqsim qilib beriladi. Munofiqlarga xuddi mushu dunyoda namoz, ro'za, haj va zakat qatorliq ibodatlarni musulmonlar bilan birga qilgandekla ahli islom qatorida sirtqi nur beriladi. Ammo ko'rikning yerimiga kelganda qo'llardagi chiroqlarni nifoq havolar urib o'chiradi. Shuning bilan ular tang'ilqab turib qalb o'tilmaydi. Ondan ular bilan saf mo'minlar o'tirsa darvosi bor sipil tomchilanib, munofiq badbaxtlar ochiqishlarga erishamaydi. Bu to'salg'ining mo'minlar bor ichki tarafida Allohning rahmati, fazli karami bor. Munofiq badbaxtlar bor sirtqi tarafida bo'lsa, azob bilan kash bor. To'silib qolgan munofiqlar oldinlarda yurib ketgan ahli iymonlarni chaqirishadi. Mo'minlar topidagi mash'allar yiroqdan qaragan munofiqlarga yo'lduzlardek ko'rinib keladi. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرنا نقتبس من نوركم. O günde münafık erler, münafık ayollar müminlerge bizim kütüp durunlar, sizlerin nurunlardan azrak alaylı deydi. Muşu tar yerini ötüp alaylı, çıraklarımız öçüp kaldı, çırak yoruklu olmasa ötüş mümkün olmaydı deyişti. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. Ularga meskhur yüzünden arkanlara qaytıp nur kılanglar deyildi. Yani arkanlara qaytıp eliqin nur taqsim kılıngan jaydan nur kılanglar deyildi. Bundaq baygiga tushgandek aldıraç yapıvatkan bir tar yolda bir kimge to'xtab turadigan ishlardan bo'lsin. Bundaq tar yolda to'xtab turishni qanday iltimosli bo'lsin. Bundaq tar yolda bir odamga burilib qaraydigan ish bo'lamdi. Do'stmi do'stga qaramdi. Ahirda xuddi qurboni kishi shu yurtliq kishiga billa qilgan safarlarga munofiqlar asirgandek munofiq badbaxtlarmi mo'minlarga dunyoda billa bo'lgan so'rinlarini hamrohlikdan asirga o'tirdi. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Ular mo'minlarni biz sizlar bilan birga emasmidik deb so'raydi. Ular biz sizlar o'sqan, sizlar namoz o'qigan, namoz o'qigan, sizlarga o'xshash ish qilgan, satiq qilgan edik. Endilikda bizni sizlardan nima ayiribdi? Qilsirab ko'rkidan sizlar yolg'iz o'tdinglar, biz o'tamidik deb hayron bo'lib mo'minlardan so'raydi. Mo'minlar javob berib, qalu bala. Mo'minlar shundoq deydi. Biroq shundoq edi. Lekin sizlarning tashqi ko'rinishinglar biz bilan birga bo'lgani bilan ichki dunyoinglar dinsiz, zalim kafirlar bilan birga edi deyishdi. Walakinnakum fatantum anfusakum fatarabbastum wartabtum wa gharratkumul أماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar. Ya'ni ko'rinishda biz bilan birga bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiq bilan aloqa qildinglar. Mo'minlarga baloyofat kelishini kutdinglar. Islom dinidan shaklandinglar. Allah'ın rahmetinin kengligi bo'lgan quruq arzular sizlarni oldida. Taki sizlarga o'lim keldi. Shayton sizlarni Allohning afv qilganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldida. Bugun sizlardan va kafirlardan fidya ilinmaydi. Joyinglar davzaxdir. Davzax sizlarga eng loyiqdir. Davzax nimaga yomon joy? Munofiq badbaxtlarning yomon sifatlarini so'zlab bak uzatib o'tdi. Deb qolmagan. Allah bilan qasamki, yuqorida tilg'anlardan tilg'anganlari natijasi ko'pdir. Ular zamin ustida bo'lsin, qabrlarda bo'lsin, intan ko'p bo'lg'achqa, Qur'on Karim oyatlarining hammasi ashu munofiqlar haqida nozil bo'lishga tasdiqlangan. Go'yoki mo'minlar yo'llarda yolg'izman qo'yib sinib qolmasin, tirikchilik, turmush ishlari to'xtab qolmasin, cho'l bayog'ida yolg'iz qolib, yirtqichlarga yem bo'lib ketmasin degandek, zaminning hech bir yeri ulardan xoli emasdir. Huzayfa ibn Yamar radhiyallohu anhu bir odamning: "Ey Alloh, munofiqlarni aloq qilgan deb vaqovat qilganlar buni ey jiyanim, agar munofiqlar aloq bo'lib to'yib ketib qolsa, yo'lda mang'an yo'lovchilarning azobidan yo'llaringlarda yolg'iz tutib qolasizlar" degan. Allah bilan qasamki, nifoq illatining yomonligini inchga va cho'ng kichik yerlargacha bilgachga, buningga mubtalo bo'lib qolish andisi dastlabki davrlarda o'tganlarning yuraklarini parcha-parcha qilib o'tgan bo'lib, o'zlariga ko'ngillari xotirjam bo'lolmay, munofiqlardan bo'lib qolishdan qo'rqqan. Hazreti Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhudan: "Ey Huzayfa, Allohning nomini shifo keltirib sendan so'raymanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sana mening ismimni munofiqlar qatorida atab berganmi?" deb so'raganda, Huzayfa: "Yo'q, sendan boshqa hech kimni aqlamayman" degan.
İbn Ebu Munayke mundaq degan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan 30 kishini ko'rganman. Ularning hammasi o'zlari nifoq qilishini ansiraydi. Ularning hech qaysi biri o'zining iymonini Jibril Mikoilning iymonidek nifoqsiz deb so'zlashtirolmaydi. Hasan Basriy rivoyat qilishicha u mundaq degan. Nifoqlikdan mo'minlar qo'rqadi, munofiqlar xotirjam bo'ladi. Ularni Buxoriy rivoyat qilgandir. Ve sahabelerinin ey Allah, men munafiqlarcha xuşudun panoh tilayman deb duo qilganligi uningdan munafiqlarcha xuşu degan nima u deb so'raganda badan intani xuşu qilgan ko'rinib, qalbning xuşu qilmasligidir deb javob berganligi rivoyat qilinadi. Allah bilan qasamki, sahabelarning qalbi iymon bilan to'lgan edi. Ular munofiqlikdan qattiq qo'rqachqa cho'ng g'amlandish qilardi. Boshqa nurg'un kishilar bo'lsa, og'zidagi iymon bo'g'zidan o'tmaydigan turuqliq o'zining iymonini Jibril va Mikoilning iymonidek nifoqsiz deb da'vo qilishadi. Nifoq darxi ikki chaqpalakdan suv ichib o'sadigan bo'lib, chaqpalakning biri yolg'onchilik, yana biri riyoxorlikdan iboratdir. Bu ikki chaqpalakning suyining manbasi ikki bo'lib, biri dili amaliq bo'liqi, yana biri iroda ochiqlik bo'liqidir. Qachonki mushu 4 asos to'liq bo'ladi ekan, munofiq darxi to'liq o'sib, munofiq binosi mustahkam qurilgan bo'ladi. Lekin bu bina kelkin suvlar eqib turadigan joydagi yiqilay deb qolgan yarning giriftiga solingan binodir. Ular sirlar oshkora qilinadigan, yo'shirin g'arazlar fosh bo'ladigan, qabrdagi o'liklar tirildirilib sirtqa chiqariladigan, dillardagi sirlar oshkora qilinadigan shu kunda haqiqatan va isbotlarni orqa-orqadan ko'rganda dasmoyisi nifoq qillati bo'lgan kishilarga dunyodagi qo'liq kirgizgan mahsulotlarning hammasining cho'llarda ko'rgan, ko'zga ko'rinadigan sarrafdek ekanligini ayon bo'ladi. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع الحساب. Kafirlarning amallari bayovondagi sarrafga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yanına kelsa hech narsa ko'rinmaydi, ya'ni suv ko'rinmaydi. U Allohning o'z amalining yanada ko'zib turg'isi kelganini bayqaydi. Alloh uning qilmishlariga tegishli jazo beradi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Sura Nur 30-oyatning mazmunidan 39-oyatning mazmunidan shuni aniq bila olamizki, Alloh taolo munofiqlarning dunyoda yaxshi amal deb sanab riyo bilan qilgan amallariga oxiratda ajr savob bermaydi. Ularning savobga erishish umidlari xuddi cho'lda suv tashna bo'lgan kishining ko'ziga ko'ringan sharobni shayton suyi suv deb o'ylab yaqinlashsa hech narsa yo'q. Quruq tama bilan hasrat degandek, munofiqlarmi to'g'ri niyat bilan qilmagan amallariga savob berilmaganligi uchun hasrat nadomat qiladi. Nima degan yomon nadomat-a? Tarjimanda. Munofiqlarning dillari yaxshi ishlardan g'afil, tillari yomon ishlarga harakat qiladi. Zina fohishalar ularning yo'llarida keng yomg'irgan. Qachoniki haqiqat so'zlansa, ularning dillari qattiq bo'lg'achqa, ularga singmaydi. Agar nahaq ishlar qilinib, yolg'onga vaqt bilishga kelganda, dillarining to'rt ko'z yo'g'on ichilib, quloqlari dang turib ketadi. Mana bu Alloh bilan qasamki, munofiqlarning alomatlaridir. Shunga ey odam bolasi, o'lim beshingga kelishdan burun bu illatlarni hazar qil. Yana takrorlasak, munofiqlar ahd farmonlarga vafo qilmaydi, va'daga xilof qiladi. Gap so'zlarda insof bilan so'zlamay yolg'on so'zlaydi. Taatga to'g'ri ibodat chaqirsa mangmay turib oladi. Alloh va uning rasuli tarafga chaqirsa yuz o'riydi. Qachonki ularning yomon g'arazlari o'z havoyavasi tarafga chaqirsa, shu tarafga yugurib ketishadi. Shunga ularni o'zlari tanlab olgan xorliq, arnumus va dayon ichida qo'yib qo'ygan. Ularning ahdi to'xtamlariga ishonma. Yolg'on va'dalariga aldanib ketma. Chunki ular va'dalarida yolg'onchilardir. Ularning bu sifatlari haqida Alloh taolo mundaq deydi. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون. Ularning ichidagi ba'zilar agar Alloh bizga o'z fazlidan ato qilsa, ya'ni rizqimizni keng qilsa, albatta sadaqa beradiq, albatta yaxshilardan bo'ladiq deb Allohga ihto qildi. Alloh ularga o'z fazlidan ato qilgan, ya'ni boy qilgan chog'da bexillik qilishdi, ya'ni ahdini buzib, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilishni yuz o'rishdi.
Ular sadiq qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Allohga bergan ahdiga xilof qilganliklari, iymonini, ihsonni da'vo qilishga yolg'onchilik uchun Allohga muloqot bo'ladigan kun, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqning dillarida yildiz tortib turishini Alloh ularning ishining oqibati qildi. Tugidi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, oila tavobatlariga va sahobalarga Janob Allohning durust salomlari bo'lgan.